Jamila, Kamila tur! Shipirchilar keldi, uyga ovqat qilish kerak. Indamasang abidgacha uxlaydi. Usta keldi, sharmandalar tur. Kim uchun qilyapsan shu uyda, a? Gaz yo'q-ku ona. Ha, o'choqda qil. Eksponatga olib keldimi buni muzeyga? Voy, tezroq kavlar kuyib ketadi. Tezroq yo'q uni, onam ko'rib qolamiz. Yo'qyapman-ku. Yo'q, ustini mana yo'qotdi. Yashanglar. Xola, bugunga bir yaxshiroq ovqat qilib berasizlarmi? Kecha makaron qilib berdinglar, uncha ketmadi. Ha, mayli. Hay, Jamila, Kamila. Tez sabzarchi osh qilamiz. Osh ketaman? Yo'q, qozon ko'p. Qozon ko'pmi? Shu uyda tug'ilganimdan beri qurilishi. Tur bo'lmasa kalish uchadi. Kamila, pomidor olib kel, mana u kuyib ketadi hozir. Buloqa, kuyib ketdim o'zim ham quyoshda. Istamayman. Ey, o'tirmalaring, tur. Ana romchilar ham keldi, tez ovqat qil. Jamila, mana o'tin yo'qolmayapman. Yo'qolmasang inangki. Hey, Jamila, Kamila turasanmi, yo'qmi? Kamila, spor o'ynaysanmi, oz tuxum ter deydilar. 1, 2, 3. Mayakni ter. Ustalarga zabtur qilib beraylik. Aytdim-ku. Kim uchun qilyapsan shuni? Senlar uchun qilaman shu uyda. Quyosh. Shu bir kun chiqmay tursang bo'lmaydimi? Chiqmasa bo'lmaydi-ku, kechqurun ishlamaydi-ku. Nima deyapsan? Tiling quyoshib ketdimi? Ana. Ona darvozamiz buncha chiroyli. Ha, aytgancha shu darvozachilarga ovqat qilib tur kir. Jonga tegdi ona. O'chir ovozingni, kim uchun qilyapman men shu ishlarni, ha? Kim uchun qilyapman shu uylarni? Kim? Qizlar, santexnikachini olib kelib qo'yganman, ovqatlanib pishdim-a? Izni ko'rib chiqdim, chiroyli chiqibdi. Ha, rahmat. Endi santexnika jihozlarini hammasini noldan boshlab olishingiz kerak ekanda. Qaydan olaman? Albatta Srosh Premiumdan-da. Mahallaning boshidagi Sroch Alkashdanmi? Yo'q, qanaqa bu Alkash tanimayman. O'rikzordagi Ubay binosi bor-ku, tagida Srosh Premium. Va o'shaning ichida noldan boshlab hammasi bor. Shu katyol deysizmi, unitaz deysizmi, chashagan deysizmi, rakvina, hammasi. Qidirganingiz topasiz. Ha, ikkinchi filialda manzili Do'rmon chorrahasi Ekobozor yonidagi haligi Lokomotiv parkining to'g'risida. Katta qurilish obyektlarini qilyapganlar bor, ular ham buyurtma beryapti. Donalab olsangiz ham o'sha arzonlar, optim olsangiz ham arzonlar. Hammaga men shuni pirlagat qilyapman. Voy, gapiraverib qoningiz ham ochqib ketgandir-a? Bitta ovqat yeb oling, keling uka. Ana! Hey, bu meni xolam kirmaguncha. Qoch meni xolam. Hay, ikkalangga ham xona yo'q. Qudalarga va'da berib qo'ydim. Kelasi oy to'y. Nima bo'ldi? Ering urdimi? Yo'q. Qaynonang urishdimi? Yo'q. Nima bo'ldi? Zanali o'qituvchisiga chiqarib Nima bo'pti debman, yaxshi-ku. Nimasi yaxshi, uchastka olib bitmagan ekan. Bolalaringga to'y qilguncha qilib olasizlar, nima bo'pti? Yana usta boqamanmi? Nima qilay, yashamayman bu xonadonda. Cho'milayotgan bo'lsam 2 tomchi suvga cho'milayapman. 2 paqir suvga cho'milayapman. Ayrim joylarga yunganman. Suv ketmasin. Suv hamma joyimga tegmaydi. Shunda ham hamma joyimga yetib bormayapti. Qani kelindi bir ko'raylik qani. Emi o'lang. Muncha chiroyli buning. Parodalida onajon. Aytib qo'ying, kamida 1 yil xizmatimni qiladi. Bir umr xizmatingizni qilaman, oyijon. Ana, bu men o'xshamadi mana. Sassiqmikan? Nima? Tappa. Ozgina sabr qil, hadina chiqib ketamiz. Shunchalar sabr qilsam bo'ladimi? Yo'q. Mana shuncha sabr qil. Shunchami? Yaxshilab jug'in, ko'pirtirib jug'. Yangacha, men kirsa unga olib kiryapsiz. Ol zamon ko'tarsa-da. Hey. Sabr.
Ozgina sabr qilgin. Yana qancha sabr qilay? 275 kun sabr qilgin. Ha, qarindoshlar, yaxshimisizlar? Ha, kelinam endi o'zicha ish qilgan kishim bo'lib turibdi mana. Mana. Molni sir tepdi. Bolasini ushlab tur, kep qo'ymasin. Ishlab turibman, aya. Nima qilding? Nega ushlamaysan? Qani cho'p. Ushla dedim, yeysan. Ushla dedim, nima qilding? Nima yeysan endi? Ota bo'lmading. Ayam keldi. Aya, qaydan kelyapsiz? Gulcholang mushkul kishat qilgan ekanman. Nima qildingiz? Uyga borib ochma, dadan kelsin kechki ovqat yeymiz. Xolalaring hamma nevaralarini, bolalarni yetaklab bordi. Men ham seni olib borsam bo'lar ekan. Qayda ko'rgansa somsa bilan olma yegan. Qo'y bitta-bittaga. Kunda yegan och bo'lar, oyda yegan to'q bo'lar deb. Turmonlarga qara. Az gapda televizor ko'ray. Ko'r. Kuni kecha 14 yoshli yigit shaxmat musobaqasida g'olib bo'lib, onasiga Equinox mashinasini sovg'a qildi. Mollar suvariq kelaman. Aya, men olib keldim. Anaqa qo'y. Orqamdan o'tma, non tushib ketadi. Man aytdim senga orqamdan o'tma dedim. Orqamdan o'tma dedim. Alo. Allalan ayting jonim bolam. Aya, O'chir ovozingni, sekin gapir. Panjakanga kelgan gaz balon kepti, borib almashtirib ke. pampersni olib kelaymi, aya? O'zim kecha lalaku olib kelganman. Allaya. Tagi quruq, tinch uxlaydi, allergiyam tashirmaydi. Allaya. Yo'qkin. Hali o'g'li zo'r boradi, shunchasi oson bo'lmadi. Alladi. Allaya, Allah. Ichishdan qiynalib ketdim. Ko'rgan odam alkash bo'lasiz, nima qilay? Qariyani uyga berib bo'ldi, nima qilasan? Reis undan ko'ra dadangga mehribon bo'l, to'g'ri yo'l bilan tushuntirsan desangiz bo'ladi-ku. Mana dedim, shunday qil, bo'ldimi? Ketdik, oldi.